Bir yoshli bolani operatsiya tayyorlayapmiz. Bolamizda tez-tez quriyotishi, og'zini ochib uxlashi, tez-tez shamollash, hattoki quloqlarida og'riq bo'lgan, ancha davolanishgan, lekin natija bo'lmagan. Hozir operatsiyaga olib, sizlar bilan bo'lishamiz. Bir yoshli bolani adenoid bezini olib tashlashga operatsiyaga oldik. Bola tez-tez quriyotish, og'zini ochib uxlash, kechalari bo'g'ilib qolish, tez-tez shamollash va qulog'iga og'riq bergan. Hamma lecheniyalarni qilishgan, lekin natija bo'lmagan. Hozir bolachani общий narkozda adenoidni olib tashlaymiz. Kuzatishda davom eting. Endoskopda ko'rishinglar mumkin. Bolada 3-daraja adenoid vegetatsiyasi kattalashib ketib, nasoglotkani bekitib qo'ygan. Hozir shuni shever usulida olib tashlaymiz. Operatsiyamizni muvaffaqiyatli tugatdik. Alhamdulillah, bemorimizga salomatlik tilaymiz.